APK fayllardan himoyalanishni 30 soniyada o'rgataman. Birinchi Play Marketga kirasiz. Va mana bu yerdagi profilingizga kirib, biroz pastroqqa tushsangiz, Play Protect bo'limi chiqadi va unga kirganimizda mana bu yerda yo'qish tugmasini bosamiz. Himoyamiz mana shunaqa ko'rinishga keladi. Keling buni amalda sinab ko'ramiz. Bugun noma'lum shaxsdan menga to'ylar fotolar deb APK fayli keldi. Shuni o'zi bosib ochib ko'ramiz. Bu yerda ilovani o'rnatmoqchimisiz deb mendan ruxsat so'ramoqda. Ko'rib turganingizdek, Play Protect himoyasi zararli ilovani o'rnatishga ruxsat bermadi. Va mana bu yerda ilova o'rnatilmadi degan yozuv chiqdi. O'z pulingizni o'zingiz asrang.